Assalomu alaykum hammaga. Mana o'tgan safar kelgan yuklarimizni yig'ishni boshladik. Bitta obzorini qilib beramiz, xudo xolasa. Bu o'sha oldin sotgan tank modelimizni yangilangan versiyasi keldi. Juda chiroyli, juda ajoyib kelibdi. Xudo xolasa obzor davomida hamma yo'g'ini batafsil tushuntirib berishga harakat qilamiz. M7 model, oldin tank modelimiz yangilangan varianti bu. Dizaynga o'zlaring baho beringlar. Xuddi shu dizaynda ham tank modellarni sotganmiz. Katta reklamalari bor. Old arqa tormoz jidkislik. Qanotlari ham ancha materiali ancha baquvvat qilingan. LED faralar, bitta qo'shlar bor, mana dugasi bor oldida. Mana oldida shoboda to'saygan oynasi ham bor. Mana bitta bunda o'tirganda mana oyoq qo'yib ketadigan, qulay qilingan noshkasi bor. Mana yonboshlari ham duga. Arqa dizayni. LED faralar, hamma yog'i chopki. Juda chiroyli narsa chiqdi. Hop. Ayniqsa uni tablosi, buni biz planshet tablo deb qo'yib olganmiz. Qopdagina tablo yangilangan. Tavarikasi bor. Bu skuterimiz ham orqaga harakatlana oladi. Dalniy bizni 3 ta skordan iborat. Akkumulyatori 6 ta 20 amperli akkumulyator, motor miya 1000 wattlik. Bitta zaryaddan 50-60 km yura oladi. Maksimal tezligi 45-55 atrofida. Buni kalitlari ham dizayni ajoyib chiqdi. Mana NFT kaptasi ham bor. Mana quluplar juda chiroyli dizaynga qilishibdi. Men bittani telefon zaryad qiladigan ham bor. Ichkarida ko'rinayotgan bo'lsa. Ancha chiroyli qiziq skuterlarimiz kelyapti. Yana 3 ta variantimiz bor. Ulardan sekin-sekin obzorini qilib beramiz. Hop, bonusiga kaskasi bor. Va mana bonus yana sumkasi bor. Ichida jilatkasi bor va poliga bor. Mana filmning chiroyli sumkasi bor o'zini. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib qorasizlar. Manzilimiz o'sha Sergeli Xonobodda joylashganmiz. Xudo xohlasa chiroyli narxlarda qilib beramiz inshaalloh. Kelaverasizlar hurmatli obunachilar.